Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men valah. İmam Maverdi rahmetullahi aleyhinki Edebuddin ve Dünya namlı kitabındaki dersimizdeki devamında bugün İmam Maverdi rahmetullahi aleyh Behsaadet ilim ve akıl bilen ravaç tapudu. Yani Behsaadet ilim ve akılga bağlayak dep şundaq deydi. Ameliyatda ilim bilen akıl bir baxtdir, saadetdir, o bir berekettir, galbidir deydi. Yoki paravollik. Amaliyotda ilm va aql bo'lsa, mol dunyo oz bo'lsa-mu, turmushi g'urgul bo'lgan ahvol ostidami, u haqiqiy baxt ifodalanadi bunda oilada yoki bunda kishilarda. Amaliyotda nodonlik, ahmoqlik, hamoqatlik hirmondir. O keyniga chekinishdir, barakatsizlikdir, mahrumiyatdir. Amaliyotda mol ko'p bo'lsa-mu, bularning hol o'qiti yaxshi bo'lsa-mu, bunda kishilarda, lekin nodon bo'ladigan, ahmoq bo'ladigan, bunda odamda mahrumiyat bo'ladi. Barakatdan mahrumiyat bo'ladi. G'albidan mahrumiyat bo'ladi. Saodatdan mahrumiyat bo'ladi demakchi. Chunki baxt, saodat molning ko'pligi bilan ifodalanmaydi. Nurg'un katta zardor boyli bor. Amaliyotda baxtsizdir. Nurg'un kambag'al yoki mol dunyosi oz odamlar bor. Lekin shunda baxtlidir bular. O'zi boy turib, nodon bo'lsa, qandaymi bu odam baxtli bo'la olsin? Albatta buning nodonligi, buning bilimsizligi va yoki buning gumrohligi uni hamon bir kuni yer bilan yakson qiladi. Kambag'al olim qandaqmi baxtsiz bo'lsin, ilm hamon buni ko'taradi, sha'nini ulug' qiladi. Mansur al-Hakamda shundaq bir mazmunlar bayon qilingan. Nurg'un qanchilgan xor odamlar bor. Arzimas yoki to'van qatlamdan chiqqan, lekin buning ilmi buni aziz qilgan, ko'targan. Nurg'un hayotimizni o'chirtirgan aziz odamlar bor. Buning nodonligi, bilimsizligi, gumrohligi buni xor qilgan. Bundan misollarni aytib ko'p. Abdullah ibn Mu'taz degan odam shunday deydi: "Nodon johildagi ne'mat axlat xondagi bog'chaga o'xshaydi" degan. Amaliyotda u nati zardor ne'matlar bo'lsa-mu, lekin buning boyligi, ne'matdorligi bir axlat do'siga yoki axlatxonaga silingan, bino qilingan bog'chaga o'xshaydi deb ta'riflagan. Odam huzur bermaydi demakchi-da. Ba'zi donishmandlar yana shunday deydi: "Johilning ne'mati, uning mol dunyosi ko'paygan siri buning qabihligi, qabohati texmi ishib mangadi." Bir qism ulamolar o'z farzandlariga nasihat qilib mundaq deydi: "O'g'illarim, ilm o'rganinglar. Agar siz ilm bilan ma'lum bir mol dunyoga erishaolmagan taqdiringizmi, ilm orqali mol dunyoga erishish u nayt yomon bir to'van bir ish, yirginish ish. Ilm o'qib, siz bir katta bir zardor boy bo'lib ketammisanglarmi? Lekin sizlar bilan zaman eyiplik bo'lgandan, sizlar uchun zaman eyiplik bo'lgandan, sizlarning zamoningizda zamonning eyiplik bo'lgani menga sevimlik. Bunda degani, endi bu zaman degan o'xshash vaqt. O ta burungi davrlar, hozirgi davrniki zamoni, vaqt, makoni o'xshash bo'ldi. Lekin bu davrning zamonning ayiblik yomon bo'lib ketdi deb, yomon zaman bo'lib ketdi deyildi-da. Amaliyotda bu zamonda hech qanday ayib yo'q, gunoh yo'q. Bu zamonda yashayotgan odamlar ayiblik. Shular nuqsonga sahipda. Bu zaman odam bilan yomon bo'ladi, odam bilan yaxshi bo'ladi. Masalan, atrofimizda ko'ryapmiz, bir qism nochar odamlarning ish beshiga chiqilishi bilan butun yarim asrlik bir davlatning ishlari yomon holatga ketyapti-da. Iqtisoddan, siyosatdan, hamma jihatdan masalan yomon tarafga qarab manyapti. Yaxshi odamlar ish beshiga chiqqan vaqtida bularning davrimiz, zamonimiz yaxshi bo'lyapti. Demak, mishadi bu odamniki o'zining o'g'illariga degan masala bu yerda sizlarning sababinglardan azab yomon zaman bo'ldi falanning sababidan deyilgandan sizlarning zamoninglar boshqalar tarafdan yomon bo'ldi, menga shu sevimli. Endi eng muhimi sizlar sababli davr zaman yomon bo'lib qolmasin bolam demakchi. Bir qism adiblar yana shunday deydi: "Ilm bilan mol dunyoga erishaolmasangmi,
yoki molga erishamagan taqdirdimi, lekin bu ilm odamga bir xil yarishimliq paydo qiladi. Odamga bir xil go'zal zo'q berdi. Shunga bir qism adiblar Ibn Tabataba degan kishiniki bir she'rini o'qigan. Bu she'rda bunday ifodalar bor. Bu Ibn Tabataba degan hamda shu payg'ambar sollallohu alayhi vasallamniki jamoatidan bo'ladi. Hamda Ali Hazrat Ali roziyallohu anhuniki avlodi 300-yillar Misrda yashagan, shu yerda o'lib ketgan katta shoirlarniki biri. O zamonisidan aytib zo'r ta'sir ko'rsatgan buyuk adiblar qatorida kishi bu. Qalbi kasal hasadxo'rlar bor, o'zining ingrashlarini, o'zininki ohlarini yo'shiradi. Amaliyotda uning g'am qayg'ulari holining xatarligi bilinib turibdi. Men ilmga shunda intilib ilm izlansam, ilm olgan vaqtimda u menga malomat qiladi. O nima qilsa, o'rganib degandekda. Ba'zi muhaddislardan turli olimlardan yoki hadislarni yoki boshqa ilmlarni to'plagan vaqtimda bu nima qilsa buni deb bir xil undan so'yitib malomat qiladi. Men so'zningki eng yarqin, nadir so'zlarni va takror so'zlarni yaxshi bilaman. Va shundaqla o'zim foydalanish tegishli narsalarni yodlab boraman deydi. Yaxshi yuqori bilimlardan foydalanib yodlab boraman. Bir qism kishilar o'ylaydi, ilm degan pul topqilinmaydi, ilm o'qisa, ilm bilan shug'ullansa boyo'g'ilmaydi deb o'ylashib oldi, mushta e'tiqod qiladigan odamlar bo'ldi. Bu o'zining nachar nodonlik bilan o'zining gumon shaklarini, e'tiqodlarini texmo sifatlab, gumonni texmo yo'rtidi. Ey malomat qilg'uchi, qo'ya mening olimni o'zimning qimmatini men o'zim oshirma. Har insonniki qimmati o'zi yaxshi deb o'ylagan narsada dedi. Har insonning qimmati o'zini yaxshi deb o'ylagan, bu ixlos qilgan ishlarda qimmati oshdi deb shunday deydi. Imom Mavardi bu yerda shunday deydi. Astag'firullah. Buyuk Alloh bilan xor qiyğıldıgan cahillik, nadallıqның aldashlardan panoh tilayman. Mavardi datida duo qilyapti. Azdırğıcı ahmaq hamoqatlikning xatiridan panoh tilayman. Ezib ketgan vaqtida tuzlayoladigan, to'xta deyalaydigan aql bilan saodatni so'rayman Alloh. Ezib ketgan vaqtida to'g'ri yo'lga boshlayoladigan foydali ilmi nafi' so'rayman. Haqiqatan payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan bayon qilinishicha Rasululloh shunday deydi. Alloh subhanahu va taolo bir insonni xor qilmoqchi bo'lsa, buningga ilmni cheklab qo'ydi. deb shunday deydi. Ya'ni insonni xor qilmoqchi bo'lsa, buningga ilm barkatidan mahrum qo'ydi yoki ilm irfon elishdan mahrum qo'ydi deb shunday degan. Bugungi darsimiz musharraf bo'lgan. Sallallohu alayhi va Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.